barcha bid'at ahlini faqat bitta savol fosh qiladi. Ularni yoqtirmaydigan yagona savol fosh qiladi. Barcha bid'atchilar bu savolni yoqtirmaydi. Kim bu savolni biladi? Savol shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buni qilganlarmi? Faqat shu savol yetarli. U ikki javobdan birini beradi. Agar u ha desa, so'rang, daliling qayerda? Lekin u hech qanday dalil ko'rsata olmaydi. Agar u yo'q desa, demak u o'z so'zini o'ziga qarshi aytgan bo'ladi. Dinimiz ravshan va aniq. Alloh taolo aytdi: "Bugun sizlar uchun diningizni komil qildim. Sizlarga bo'lgan ne'matimni to'ldirdim va sizlar uchun islomni din qilib rozi bo'ldim." Moida surasi 3-oyat tarjimasi. Aqida o'sha aqida, itoat o'sha itoat. Bizda yangi din ham, yangi e'tiqod ham yo'q. Alloh taolo aytdi: "Agar ular sizlar kabi iymon keltirsalar, demak ular to'g'ri yo'lni topgan bo'ladilar." Baqara surasi 137-oyat tarjimasi. Aqida va ibodatda hech narsa yangilanmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafotidan keyin din to'liq bo'lgan. Kim yangi aqida yoki yangi ibodat kiritmoqchi bo'lsa, haq yo'ldan chiqqan bo'ladi. Shariatda bunday odamning ismi mubtadi', ya'ni bid'at kirituvchi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ularni shu nom bilan atagan va ularga nisbatan shunday deganlar: mardud alayh, ya'ni rad qilingan va ulardan ehtiyot bo'lishga ogohlantirdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ular haqida shunday deganlar: ular 73 ta firqaga bo'linadi va ularning barchasi do'zaxga tushadi, faqat bitta firqa bundan mustasno. Bu hukm o'sha islomiy firqalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tomonidan berilgan olimlarning hukmi emas. Bu yerda savol tug'iladi: ushbu firqalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrida bor edimi yoki ulardan keyin paydo bo'lganmi? Javob: ulardan keyin vujudga kelgan. Bugun biz ko'rib turgan tasavvuf, turli nomlar, da'vatlar va yo'llarning hech biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrida mavjud bo'lmagan. Haqiqat shuki, Alloh taolo shunday dedi: "Ayting, mana shu mening yo'limdir. Men va menga ergashganlar aniq ilm va dalil bilan Allohga da'vat qilamiz." Yusuf surasi 108-oyat tarjimasi. Demak, haqiqiy da'vat ergashishlik bilan bo'ladi.